Hikoyani boshlashdan oldin, aziz tinglovchilar, sizga kichik bir eslatmamiz bor. Agar siz audio hikoyalarimizni birinchilardan bo'lib tinglashni, shuningdek, YouTube kanalimizga hali joylanmagan, faqat maxsus yopiq kanalimiz uchun chiqarilgan hikoyalarimizni eshitishni istasangiz, unda sizni Telegramdagi maxfiy VIP kanalimizga taklif qilamiz. Ushbu maxsus kanal orqali siz ayni damda ekraningizda ko'rib turgan hikoyalarni tinglashingiz mumkin. Bundan tashqari, ular mavjudmi hikoyasining 2 va 3 qismlari ham allaqachon shu kanalga yuklab qo'yilgan. Kanalga bir martalik to'lov orqali qo'shilasiz va bundan keyin sizdan hech qanday oylik to'lov qabul qilinmaydi. Agar qo'shilmoqchi bo'lsangiz, kanal manzirini asosiy kanalimizga o'tib, shaxsan o'zim bilan bog'lanish orqali olishingiz mumkin. Rahmat. Ushbu hikoya muallifi Nazirjon Ergashev. Hikoya to'liq hech qanday o'zgartirishsiz va qo'shimchalarsiz muallifga hurmat qilgan holatda o'zgartirilmadi. 1992-yil kuzning sovuq va ser yomg'ir havosi go'yo Los Angeles ko'chalarini kirlarini yuvgandek yaltiratdi. 4 qavatli binoning 3-qavatida bemahal telefon jiringladi. Eshitaman. Detektiv Mills, Blackridge ko'chasi 22-uyda tushunarsiz qotillik sodir bo'lgan. Yetib kelmasangiz bo'lmaydi. Detektiv Michael Mills hech nima demasdan qo'ng'iroqni qo'ydi va kvartirasidagi tartibli javondan kiyimlarini kiyib, mashinasida voqea joyiga bordi. Qo'lida cho'ntak fonarini ko'targan politsiya zobiti ko'zida vahima bilan Millsga boqdi va ko'rsatkich barmog'i bilan ko'rkam kvartirani ko'rsatdi. Detektiv xonaga kirmasdan avval o'limtik hidini sezdi va zobitga savol nigohida qaradi. Zobit ham so'zsiz, men ham tushunmadim degandek bo'ynini qisib qo'ydi. Xona shinam va tartibli edi. Xonada kresloda o'tirgancha televizor ko'rib o'tirgan erkak avval televizorni va so'ng o'zini otib tashlagan. Eng hayratlanarli joyi shundaki, o'limidan avval xonaning har tomoniga 2 kalibrli miltiqda o't ochgan. Detektiv xonani uzoq ko'zdan kechirdi va televizorni esa uzoq muddat sinchiklab kuzatdi. Va tezda hech nima demasdan xonadan chiqib ketdi. Inspektor Ray hayron holda detektivga qarab qolgani uchun unga hammasi joyida, u o'zini ishini qilib bo'ldi. Endi murdani ekspertizaga olib boringlar, qolganini detektiv o'zi bajaradi dedi. Juda ham kam gap va tund holda yuradigan detektiv o'zining tartibli kvartirasiga kelib, nozik harakat bilan karjomasini ilgakka ildi va oyna qarshisida o'tirgancha tashqaridagi yomg'irga uzoq termuldi. Va qattiq og'riyotgan boshini changallagancha polga yiqildi. Yana har doimgi hodisa sodir bo'la boshladi. Tush yoki ro'yo kabi xira tasvirlar ko'z oldida aylana boshladi. Qizil qon oqib chiqayotgan televizor, xona peshtoqlarida o'rmalayotgan qora soya va qo'lida 2 kalibrli miltiq ushlagan erkak. U yolg'iz emasdi. Orqasida qandaydir siluet ko'zga tashlandi. Mills o'ziga kelganida allaqachon tong yorisha boshlagan, yomg'ir ham tinib bo'lgan bo'lsa-da, havo quyuq bulutli edi. Mills oshxonaga borib, tokchadan dorilarni olib ichdi va oshxonaga borib, har bir anjom faqat 1 kishilik bo'lgan tortmadagi 1 dona qoshiq, 1 dona vilka va 1 dona pichoq olib, tayyor ovqatini isitib yedi-da, xonani har bir burchagini sinchiklab qarab chiqdi. Barcha anjomlar, stul, kiyimlar va idishlarni stol burchaklariga aniqlikda tekislab qo'ydi va ko'chaga chiqib, mashinasida ekspertizaga yo'l oldi. Salom, sizni kutib turgandim, detektiv, dedi inspektor Ray va qo'l uzatdi. Mills qo'l berib ko'rishgancha inspektorga qaramasdan o'likni yoniga bordi.
Janob, o'lim vaqti va ekspertiza ssenariysini ko'zdan kechirmoqchiman, dedi Matt ekspertga va kamgaplik bilan o'lim varaqasini ko'zdan kechira boshladi. O'lim politsiya yetib kelgunga qadar 12 soat oldin yuz bergan, lekin nimagadir qo'shnilar miltiq ovozini eshitmagan. Marhumning har kuni xabar oladigan qo'shnisi voqea guvohi bo'lganidan keyin politsiya chaqirgan. Ekspertiza xulosasi o'z joniga qasd qilish deb chiqarildi. Jumboq esa nima sababdan joniga qasd qilganligida edi. Mills inspektorga ma'noli qaradi. Inspektor Ray, yo'q. Endi bunga yo'l qo'ya olmayman. Bu bema'nilik. Michael, sen nima so'ramoqchi ekanligingni bilaman. Lekin o'tgan galgidek holat bo'lsa, senga nimadir bo'lishdan xavotirdaman, dedi. Jonathan, boshqa variant ko'rmayapman. Agar voqeani sababini aniqlamasak, keyingi qurbon seni yaqinlaring bo'lishi mumkin, dedi Mills inspektor Jonathan Rayga qarab. Barcha ehtiyotkor choralarini ko'rib qo'yamiz unda va tashqarida mashinada bir zobit seni poylab o'tiradi, dedi inspektor. Buni shart emas deb o'ylayman, dedi-da Mills xonadan chiqib ketdi. Inspektor o'ziga tikilib turgan zobitga qarab birpas turdi-da, xo'rsinib xonadan chiqib ketdi. Detektivning xatti-harakatlariga qaraganda, bu ish oddiy o'z joniga qasd qilish emas. Men uni juda yaxshi bilaman, o'ziga o'zi ming'irladi inspektor Ray. Jonathan yo'l-yo'lakay zobit Gansga gap qotdi. Nevada shtatigacha 4 soatlik yo'l. Qani gapirchi, nima deb o'ylaysan? O'zini o'ldirish deb ishni yopsak bo'lmasmidi? Nima uchun detektivni chaqirdi? Hammasi ochiq va ravshan edi-ku. Gans yaqindagina bo'limga ishga kelgani uchunmi yoki inspektorga noto'g'ri gapirib qo'ymaslik uchunmi bosh chayqadi. Inspektor, unda eshit. Kecha sodir bo'lgan o'lim voqeasi bir ko'z bilan qaraganda o'zini o'ldirishdek ko'ringani bilan bu voqeada anomaliya bor. Uni faqat detektiv Mills yoritib bera oladi. Bunday voqealar yilda 1-2 marta sodir bo'lsa-da, detektiv bunday ishlarni ochishda ham ruhiy, ham jismoniy og'riqlarni boshdan kechiradi. Bu u uchun oson emas. Nima uchun aynan detektiv Mills? Axir u juda ham kamgap va tund odam deb o'ylayman, dedi zobit Gans savol nigoh bilan inspektorga qarab. Inspektor Ray zobitga bir qarab qo'ydi-da, hikoyasini boshladi. Detektiv tund odam bo'lgani bilan boshidan og'ir kunlarni kechirgan. Yoshligidan autizm bilan kurashib keladi. Jamiyatga qo'shilishi qiyin bo'lsa ham, unda hech kimda yo'q xislat bor. Xudo undan ba'zi in'omlarni olgan bo'lgani bilan boshqalarga berilmagan xislatlarni bergan. U ba'zida biz ko'rmagan narsalarni ko'ra oladi. Kasalligi sababli otasi va onasi ajrashishgan va onasi ham uni kasallik belgilariga chiday olmay, dastlab bolalar ruhiy shifoxonasiga, keyin esa davolanishdan so'ng bolalar uyiga topshirgan. U bilan 10 yildan buyon tanishmiz. G'alati odatlari bor. Tartibga haddan tashqari e'tibor beradi. Bir gal uyiga borganimda hayron qolgandim. Xonasidagi har bir narsa taxlanib turadi. Anjomlari hammasi juda tartibli. Hatto shkafini ko'rib havas qilgandim ozroq. Bir xil kiyim va poyafzallarni 10 ta qilib juftlab qo'ygan. Ruhiyati juda tushunarsiz inson. Uni shunday qobiliyati borki, har bir anomal hodisa va ishlarni o'rganib chiqadi va ko'z o'ngida ba'zida ko'rinar ekan. Lekin o'sha holatda juda og'riqli jarayon bo'lsa kerak. Hatto hushidan ketib qoladi. O'tgan safargi ishda qotillik sodir bo'lgan joyda qolishim kerak dedi va o'sha uyda qolib, hatto hushidan ketib, ancha vaqt qolib ketgandi. Shuning uchun bugungi voqea joyida qolishga ruxsat so'radi. Baribir eshikni buzib bo'lsa ham kiradi. Shuning uchun rozi bo'lmasdan boshqa ilojim yo'q. Gaplarni eshityapsanmi o'zi Gans? Degandek inspektorga bir qarab qo'ydi-da, chuqur xo'rsinib, yo'lga qarab jim davom etdi. Soat 22:30 atrofida Michael yolg'iz o'zi kecha voqea sodir bo'lgan kvartiraga keldi. To'siq tasmasini ko'tarib olib kelgan kaliti bilan eshikni ochdi va qo'l fonarini yoqib xonaga kirib, birinchi qaragan narsasi televizor bo'ldi. Kresloga o'tirdi va ko'zlarini yumdi. Bir necha soniya va televizor o'zidan o'zi yonib ketdi.
ekran xirillab qora oq shovqinli tasvir ko'rindi va birdan o'sha erkak ekranda paydo bo'ldi. To'g'ridan to'g'ri Millsga qaradi va qo'li bilan u o'tirgan kreslo orqasini ishora qilib ko'rsatdi. "Sen ham ko'ryapsan?" dedi va qo'lidagi miltiqni jag'iga tirab o'q uzdi. Paqillagan ovoz va Mills qo'rqib ko'zini ochdi. O'sha xona, hamma yoq qorong'u, fonar o'chib yonib yotgandi. Kresloda ancha vaqt o'tirgan bo'lsa kerak, qo'l fonarni quvvati tugayotgandi. Detektiv xonada yolg'iz emasligini his qildi. Kreslo orqasida kimdir turgandek edi. O'rnidan sapchib turib orqasiga qaradi. Xona bo'm-bo'sh edi, lekin devorda yangi iz paydo bo'lgandi. Bu safar o'q izlari emas, tirnalgan yozuv edi. Mills fonarni yaqinlashtirdi. "You save me. Sen meni ko'rding." Mills xo'rsindi va "Yo'q", dedi u past ovozda. "Men seni hali ko'rmadim." Tashqarida yomg'ir shivillayotgandi. Los Anjelesning ser yomg'ir va tund havosi biroz salqin, lekin yoqimli edi. Ko'chaga chiqib, mashinasiga o'tirdi va ichkaridan qulfladi. Rulga boshini qo'yganicha biroz nafas rostladi va kalitni burab uyi tomon yo'l oldi. Politsiya idorasiga shoshib kelgan inspektor birinchi qiladigan ishi Millsga qo'ng'iroq qilish bo'ldi. Detektiv shu holatda xonaga kirib keldi. Cho'chib tushgan Rey unga qarab, "Xayriyat, endi qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lib turgandim. Ahvoling yaxshimi? Chamamda kecha borgan ko'rinasan", dedi. "Deyarli yangilik yo'q. Ha, bordim. Menimcha u kimnidir bosimi ostida o'lgan. Bu yerda tushunarsiz nimadir bor", dedi Mills. "Shu uchun seni bezovta qildim. Ekspertlar uni giyohvand modda qabul qilmasligi va yomon odatlari yo'qligini aytishdi. Qo'shnilar ham marhumni juda tartibli, namunali shaxs edi deyishdi. Yana zo'r ma'lumot oldim. Endi bir ishni osonlashtiradigan yo'limiz ham bor. Marhumning yoshligi o'tgan Woodstock shaharchasiga borib kelishimiz kerak. Ota-onasi olamdan o'tib ketishgan. Bitta opasi bor ekan. U bilan ham gaplashib ko'rsak, menimcha foydasi tegadi", dedi. Inspektor qo'lida ruchkasini aylantirgancha. Erta tong, havo juda ham toza, lekin osmonni hali ham qora bulut tark etganicha yo'q. Kechga borib yomg'ir yog'sa ham ajab emas. Millsning shaxsiy Cherokee avtomobiliga ikkovlari o'tirib Woodstock shaharchasiga yo'lga otlanishdi. Vermontda joylashgan Woodstock shaharchasi New Yorkdan 5 soatli yo'l olisda joylashgan. Ser o'rmon tumanli shaharcha edi. Kuz fasli oxirlari bo'lgani uchun yetib borishganda quyosh bota boshlagandi. Shaharcha chiroqlari uzoqdan tuman ichida juda ham xira ko'rinardi. Rey bilan Mills shahar kiraverishidagi mehmonxonada 2 kishilik xona gaplashib, mehmonxonada tunab qolishga qaror qilishdi. Birozdan keyin quyuq tuman tushadi. Marhum Billning opasini uyini surishtirib borishi hozir foydasiz edi. Tun ko'ngildagidek bo'lmadi. Mills tuni bilan alahsirab g'o'ldirab chiqdi. Rey esa undan cho'chigan holatda biroz uyqusiz tong ottirdi. Erta tongda Rey detektivga so'z qotdi. "Qani endi biroz tamaddi qilib olsak-da, Billa Petersonni opasini izlab ishni boshlardik. Menimcha soat endi 6 bo'ldi. Qahva ichib bo'lgach, Woodstockning ajoyib manzaralarini tomosha qilishga ham ulguramiz do'stim", dedi Mills va qo'shimcha qildi. "Tun juda ham og'ir bo'ldi. Juda ham g'alati tushlar ko'rib chiqdim. Menimcha bu yerga kelib adashmadik. Kalavani uchini shu yerdan topamiz chamamda." Tushga yaqin marhum Billning opasi Tresiya Petersonni uyini surishtirib topishdi. Eshikni taqillatgancha inspektor sigareta tutatdi. Ko'p o'tmay eshikni 55 yoshlar chamasidagi ayol ochdi. "Salom, sizni bezovta qildik. Biz
Teresia Petersonni izlab kelgandik, deb Ray so'zini tugatishga ulgurmay ayol so'z boshladi. Ha, men Teresia bo'laman. Sizga chuqur hamdardlik bildiraman, dedi Mills va ichkarini ishora qilib, ruxsat berasizmi dedi. Hammalari ayolni taklifi bilan ichkariga kirishdi. Dafn marosimidan keyin ko'zimga allanimalar ko'rina boshladi, dedi Teresia. Qo'liga sigareta olib, qarshimasmisiz dedi, ikkovlariga qarab. Ray sigaretani oldi va ayolga yondirgich tutdi. Tuni bilan bir xil tush ko'ra boshladim. Menimcha bu qandaydir qotillik yoki ukamni o'limini ortidan nimadir yashiringan, dedi ayol ko'z yoshlarini artib. Albatta, biz ham aynan shu masalada sizni bezovta qildik. Anomal o'limlar bilan shug'ullanishni boshlaganimga 15 yil bo'ldi. Iltimos, menga hech narsani qoldirmasdan ukangiz haqida gapirib bering. Har bir detal biz uchun muhim, dedi Mills ayolga sokin va ta'ziyali ohangda. Ukam, dedi Teresia Peterson sekin tutuni havoda taralarkan. U bolaligidan g'alati edi, lekin yomon emas. Yo'q, u juda yaxshi bola edi. Mills indamay tinglardi. Woodstockda ulg'aydi, shu yerda. Ayol deraza tomon qarab qo'ydi. Shu o'rmonlar ichida, tashqarida tuman quyuqlashib borardi. U televizorni yaxshi ko'rardi, juda ham. Soatlab qarab o'tirardi. Ba'zan hatto ayol bir zum to'xtadi. Ba'zan u televizor bilan gaplashardi. Ray bilan Mills bir-biriga qarab qo'yishdi. Qachondan boshlab, dedi Mills past ovozda. 10 yoshidan keyin. Bir kuni u menga kelib, dedi. Ayolning ovozi titradi. Ular meni ko'ryapti. Ular kim edi? So'radi Ray. Bilmayman, dedi ayol. Lekin u televizorni yopib qo'ysa ham, ekran qora bo'lsa ham, baribir qarab turardi. Go'yo kimnidir ichkaridan unga qarayotgandek. Mills asta oldinga egildi. U har doim bir xil gapni takrorlaganmi? Ayol ko'zlarini qisdi, o'yladi. So'ng birdan "Ha", dedi. Bir gapni doim aytardi. Mills yuragi tez ura boshladi. Qaysi gap? Ayol sekin pichirladi. Men uni ko'rdim. Xonadagi havo og'irlashdi. Yana nimadir bormi? dedi Mills. Ayol bosh irg'adi. Bor. U o'rnidan turdi. Men sizga bir narsa ko'rsataman. Ular uy yerto'lasiga tushishdi. Zina yog'ochlari g'ichirladi. Pastda qorong'u. Ayol chiroqni yoqdi. Sariq yorug'lik titrab yonib turardi. Bu ukamning eski xonasi, dedi ayol. Xona kichkina, lekin devorlari. Ray birdan to'xtab qoldi. Bu nima? Butun devorlar yozuv bilan to'la edi. Bir xil yozuv, yuzlab marta takrorlangan. You save me. You save me. You save me. Mills sekin devorga yaqinlashdi. Barmoqlari bilan yozuvni tekizdi. Bu bo'yoq emasdi. Bu tirnalgan edi. Birdan chiroq o'chib yonib ketdi. Podval burchagida eski televizor o'zi yonib ketdi. Qora oq shovqin, xirillash. Men buni yoqmadim, dedi ayol vahimaga tushib. Ekranda tasvir paydo bo'ldi. Bu safar tasvir podval ichidan ko'rsatayotgandi. Ular o'zlarini ko'rishdi. Ray ortga chekindi. Bu mumkin emas. Mills qimirlamadi. U ekran ichiga tikilib qoldi. Tasvir asta yaqinlashdi. Ular ortida yana kimdir bor edi. U endi aniqroq edi. Qora siluet, uzun, noto'g'ri shaklda va bu safar u boshini sekin burdi. To'g'ridan to'g'ri Millsga qaradi. Ekrandagi narsa qo'lini ko'tardi va televizor ichidan chiqayotgandek cho'zildi. Chiroq o'chdi. Qorong'ulik. Ayol qichqirdi. Ray qurolini chiqardi. "Mills!" deb baqirdi u, lekin Mills qimirlamasdi. U pichirladi. "Men seni endi ko'rdim." Yo'l chetidagi eski motel yonida Jeep chiroq to'xtadi. Mills mashinadan tushdi. Ray ortidan ergashdi. Yarim yonib turgan yozuv Sunset Motel.
Shu yer, dedi Mills past ovozda. Qayerdan bilding? Dedi Ray Millsga javob bermadi. Ular 23-xonaga bordi. Eshik yarim ochiq edi. Ichkarida qorong'u, televizor allaqachon yoqilgan edi. Bu yaxshi emas, dedi Ray. Mills ichkariga kirdi. Xona ichida devorda yozuv bor edi. You were here before. Sen bu yerda oldin ham bo'lgansan. Rayning nafasi og'irlashdi. Michael, bu nimani anglatadi? Mills ko'zini sekin yumdi va asta dedi. Men bu joylarni tushlarimda ko'rganman. Televizor shovqini chiqardi. Ekranda kichkina bola ko'rindi. Bu Mills edi. Ray qotib qoldi. Bu senmisan? Bola televizorga gapirdi. U hali ketmagan va tasvir sekin orqaga chekinib, bola ortida uzun siluet ko'rindi. Qo'lida miltiq ko'tarib bolaga tirab turgan Bill edi u. Voqealar va tasvirlar birin-ketin aylana boshladi. 13 yoshlar orasidagi bola kuzatuv kamerasi yonidagi televizorda otasini qanday bo'g'ib o'ldirayotganini kuzatib o'tirardi. Pastdagi yerto'lada kuzatuv xonasi borligini payqagan Bill ishni tugatgach yerto'laga tushdi. Qo'lidagi 2 kalibrli miltiqni bolani boshiga tiradi va o'q uzdi. Birdan elektr uzildi, lekin televizor yonib turardi. Bolakay qo'lini televizorga uzatgancha joni chiqqandi. Bill tezda zinapoyadan yuqoriga ko'tarildi, lekin uning ortida televizor ekranida bir soya paydo bo'ldi. Mills yerda pitirlagancha alahsirardi. Ray esa uni Mills aytganidek teginmasdan o'z holida kuzatardi. Millsga barchasi ko'rinayotgan edi. Bill zinapoyadan ko'tarilganicha Tresiyani uyiga yo'l oldi va opasiga bor haqiqatni aytdi. Pullarni o'margach, uy egasini gumdon qilgani va bola guvoh bo'lgach, uni ham yo'qotgani, o'liklarni bir yoqli qilish va kamera yozuvlarini yo'qotish kerakligini aytdi. Opa-uka ikkalasi qotillik sodir bo'lgan joyga yetib borishdi. O'liklarni bo'laklab, avval qora polietilen qoplarga va chemadanga solib, Ford avtomashinasiga ortishdi. Kamera yozuvlarini o'chirib, yerto'ladan chiqib ketishdi. Lekin ortidagi televizor ekranidagi siluet ortlaridan ularga tikilib qoldi. 1982-yilning yoz oyi. Bill va Tresia Petersonlar Sunset Motel'ning 23-xonasini bron qilishdi va bir kecha tunab keyin New Yorkka ketishlarini administratorga aytib xonaga kirishdi. Xonaga kirishlari bilan polni ko'chirishni boshlashdi. Ovoz eshitilmasligi uchun televizorni baland qilib qo'yishdi va pol tagidagi yerni kovlab polietilen qoplardagi bo'laklangan ota va bola jasadlarini ko'mishdi va chiqqan tuproqlarni qaytib chemadanga solishdi. Izlarni deyarli yo'qotib, polni ham o'z holida yopishdi. 1992-yil kuz oylari Bill Peterson qo'shnilari va hamkasblari orasida obro'li va havas qiladigan ziyoli bankir inson sifatida yangi hayotni yashab kelayotgandi. Odatiy kunlarning birida doim ko'zga ko'rinib, uni bezovta qilib kelayotgan soyalar uni yana ta'qib qila boshladi. Kresloda o'tirgancha futbol tomosha qilib o'tirgan Billning ortidan kimdir turgandek bo'ldi. Bill sapchib o'rnidan turdi va ortiga qaradi. Soya avval Billni bo'g'a boshladi. Keyin devorda va shiftda yana siluet paydo bo'ldi. U yoqdan bu yoqqa o'rmalay boshladi. Goh televizordan unga qarab tikilar, goh uni bo'g'ar edi. Siluet devordagi seyfda osilgan miltiq oldiga kelib, unga ishora qildi. Bill yig'lab bo'ldi. To'yib ketdim, meni kechiringlar, aybdorman, deya miltiqni oldi va soyalarga qarata alam bilan gandiraklab o'q uza boshladi. Va televizorga qaradi. Unda bolakay va otasini unga qarab turgan ruhi ko'rindi. Bill televizorga o'q uzdi va tezlik bilan Billning qo'li beixtiyor 2 kalibrli miltiqni tomog'iga tiradi. O'zini o'zi boshqarmayotgan edi. Miltiqni tepkisi bosildi. Va Bill kursiga yiqilib o'tirib qoldi.
Chamasi 40 minutlik o'ziga xos sudirgidan keyin Mills o'ziga keldi. Terlab ketgan yuzini ro'molcha bilan artdi va inspektorga qarab, zudlik bilan yordam chaqir. Bu yerda qiladigan ishimiz ko'p, dedi. Shaharcha politsiya bo'limidan yordam kuchlari va 23-xona polini tekshirish uchun order olib kelishdi. Xona polini sekin ko'tara boshlashdi. Nimalar ko'rding? Degandek Ray detektivga savol nazari bilan qarab turdi. Jonathan, menimcha Tressiyani so'roq qilishimiz kerak, dedi Mills. Ko'rganlarim rost bo'lsa, hamma savollarimizga undan javob topamiz, dedi. Inspektor Ray, deb hovliqib chaqirdi zobit. Ikkovlari yugurib xonaga kirishdi. Ko'zlariga ishonmay, hayron holatda Ray Millsga qaradi. Detektiv chirib ketgan ikkita jasadni ko'rib, ko'ngli joyiga tushgandek qo'liga sigareta olib tutatdi va Rayga ham uzatib, endi darhol ishga kirishamiz, dedi. Mehmonxonani vaqtincha yopib, ekspertlar yetib kelishdi va jasad qoldiqlarini olib ketishdi. Soat 21:00 da inspektor Ray va detektiv Mills ikki zobit bilan ayolning uyiga yo'l olishdi va bir ikkita savol berish maqsadida ayolni mahkamaga olib ketishdi. Ayol meni aybim yo'q deya o'zini o'zi sotib qo'ydi. Mills ayolga qaradi va sizni aybingiz bor dedikmi? Dedi. Ayol esankirab, la'nat bo'lsa hammangga, dedi va tergovchining 3 soatlik so'rovlardan keyin barcha ayblarini bo'yniga oldi. Ukasi haqida detektiv Mills va Jonathan Rayga aytgan yolg'on ma'lumotlari ham ochiqlandi. Ukasi hech qanaqa yoshlikda televizor ko'rgani va undagi televizor bilan bog'liq anomaliyalar haqida yolg'on ma'lumot berib, devorga yozuvlar yozib, ularni chalg'itganini ham tan oldi. Hammasini tergovchilarni chalg'itish uchun uyushtirganini tan oldi. Ekspertiza xulosalariga ko'ra, erkak va yosh bolaning jasadi katta biznesmen Floyd Jenkins va uning o'g'liniki ekanligi tasdiqlandi. Yana bir ochilmay qolgan ish sizni sharofatingiz bilan ochildi, dedi Ray detektiv Millsga qarab hazilomuz ohangda. Yaramas Bill va uning opasi ularni tunab keyin o'ldirib, mehmonxona poliga yashirishgan ekan. Hech narsa bo'lmaganday yurganini qarab ularni, deb qo'shimcha qildi. Hammasini ko'rdim, dedi Mills va Rayga qarab gaplarini tasdiqlagandek bosh chayqadi. 1988-yilda ochilmay qolib ketgan ish o'z yakunini topdi. Marhumlar qarindoshlari tomonidan dafn etildi. Dafn marosimida qatnashgan Ray va Mills marosimdan keyin Woodstockning ajoyib manzaralarini tomosha qilganicha qo'lida qahva bilan biroz suhbat qurishdi. Aytchi Michael, bularni qanday ko'rasan? Xuddi televizor ko'rgandek ko'rinadimi? dedi. Voqealar yodiga tushib, uzr, televizor demaylik, mayli. Qanday ko'rinadi? Qiziqda menga, dedi detektivga. Mills unga biroz qarab turdi-da, buni qanchalik azobligini bilsayding, do'stim, ba'zida oddiy odamlardek yashagim keladi, dedi. Va qo'lidagi qahva idishini axlatga tashlab yo'lida davom etdi. Tashqarida shamol kuchayib, yomg'ir yog'a boshladi. Kun oxirida osmonni shamolda u yoqdan bu yoqqa uchayotgan qarg'alar qopladi. Detektiv charchab Los Anjelesga yetib kelib, o'zining tartibli xonasiga kirib, ilgakka karjomasini ildi va kiyimlarini tartiblab ovqatlandi va tekis qilib qo'yilgan choyshabini ko'tarib o'rniga yotdi. Televizor pultini qo'liga oldi va chuqur xo'rsinib fikridan qaytib, uni yana joyiga qo'yib uyquga ketdi. Erta tong. Hammasi odatdagidek yaxshi o'tayotgan bir pallada Millsning kayfiyati telefon qo'ng'irog'i jiringlagunga qadar a'lo edi. "Alo", dedi Ray shosha-pisha. "Eshitaman." Mills, 2 oy avval yo'qolgan 3 qizaloq Bristollar haqida ma'lumotlar bor. Yordaming kerak.
Tinglovchilar, agarda navbatdagi hikoyani chiqish vaqtini uzoq kutishni va ekraningizdagi ushbu maxsus hikoyalarni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz va undan tashqari ular mavjudmi hikoyasining ham qolgan barcha qismlarini ham hoziroq tinglashni istasangiz, bizning Telegramdagi maxfiy VIP kanalimizga qo'shiling. Kanalga qo'shilish uchun asosiy kanalimizga o'ting va menga murojaat qilishingiz mumkin.